Din faqat chashni qirdirib, yog'ni surkab, do'pikka yurishmas. Musulmon odam tikka bo'ladi. Egilgan xarob bo'lmaydi musulmon odam. Ey yoshlar. Musulmon butun bo'ladi, pachaq bo'lmaydi musulmon odam. Musulmon og'zidagi nonini oldirib qo'ygan bo'shashgan lata bo'lmaydi. Musulmon birovni og'zidan nonni oladigan haromxo'r bo'lmaydi musulmon odam. Bugun kim ilmga ega bo'lsa, kim pulga ega bo'lsa dunyoni boshqaradi. Ko'zni ochinglar akalar. Siz oching 5000 ta odam ishlaydigan zavodni biz borib, bizni bolalarimiz borib ishlasin o'sha joyda. Hattodir borib birovni cho'chqasini boqib oylik olyapti ey bolalarimiz. Bolalar kelib aytayapti, 50 yo 55 yashar orasidagi muslima o'zbek opamiz ko'chadagi o'sha bir davlat endi, o uzoqdagi davlat. Ko'chadagi hojatxonaga kirib ketyapti. Shuni qarasam, yuzi bir qanaqadir issiq ko'rindi. Shuni chiqib salom bersam, aliga oldim. Qayerdansiz? Siz O'zbekistondanman dedi. Bilasiz, umuman kerak bo'lsa, rombisini Allohni yo'q deganlarning hojatxonasini yuvib yuribdi. 50 yashar ona. Biz javob bermaymiz deb o'ylaysizmi? Bugun mashinasini nikkel qilib olib yurganlar. 14,000 dollarga mashina olib 10,000 dollar sarflab to'yxatga ketayotganlar. Javob bermayman deb o'ylaysanmi? Shunaqa javob beramiz hali. Qiyomat nimaga bo'ladi deb o'ylaymiz? Qiyomat nimaga bo'ladi? Imina shular uchun bo'ladi. Yomonlar jazosini olish uchun, yaxshilar mukofotini olib jannatga kirish uchun qiyomat bo'ladi akalar. Uyg'onaylik.